o'rtoqlar, Qo'qota, shundoq Nurafshon yo'lida katta bolalarning uyi. Bitgan жилой kompleksda mana shu yerda 53 kvadratli, 70 kvadratga o'xshagan uyimiz sotilyapti. Kirganda bitta katta кухня гостиная совмещенный. O'zini oynasi bilan betganingizda bitta spalnya. Spalnyadan hovli ko'rinadi. O'zini hovlisi. To'g'rida bo'lsa bitta санузел. Bu yerda master spalnya. Balkonga qaraganda Toshkent City'ga vid ochilyapti. O'rtoqlar, o'zi 53 kvadrat, lekin 63 kvadrat, 70 kvadratli uylarga o'xshaydi. Qaranglar, mana shu uyimiz hamma narsa, mebel, texnika, televizor, konditsionerlar bilan birga 120 ming deyishyapti. Kelsangiz, yana ustida chiroyli qilib gaplashadigan joylari bor. Pastki nomerga aloqa qilsanglar, kelib ko'rsatamiz.